Aldın qatımlıq fəaliyyətdən oyunun boldu mu ya? Ha bo'ldi, u vaqt xizmatlarni olmish tugab ketgan. Bak qanday qilqilar. Bu maqitim yangidan kelgan tegan uzuklar, halqalar degandek mana. Shundan chiqdi. Qanday vaziyatda qo'yamsan? Ya bu yangilik kelgan mallar uni ustiga o'ri chiqdi. Shu yangilik mallarga bir foydalanmamizmi bayram kelibdi. Ma'qul. Bayramlik foydalanib Mana qolsin. hamsa, xonim qizlar, aldın qatımı mush halqalarni fəaliyyət qilsaq bir talım qo'ymabsizlar. Bir ata qo'yib qo'ysanglar mana bir yangi pinga bir mana halqalarim bor deb setabas bo'lmamdi. Birisi maqammabdi, hamma chiqibsizlar. Malning hammani yangilik aytibdi-ki, yeni yetib qo'ydim qilib yetdik. Lekin yurak basmas bermayli. Ha, bo'ldi. Yurak besib, imkaslarni 7 raqamni yo'llab, kiplam elib olsanglar bo'ladi. Halqalan fəaliyyət qilmaymiz bugun mana do'kondagi har qanday malni fəaliyyət qilamiz. Shunga film sal uzun, oxirigacha to'liq bir ko'rib turinglar. Mana nima? Kirim suyi nayu maxsus qurg'oq terlarninki. 12 qo'y ya. Voy, undaysiz bu degan 30 qo'y qilsam bo'ldi buni. 13 qo'y qilib foydalanib qolsin. Bayram kelib qo'yamni. Ma'qul qipirli. Buningki mana ikki xil chiqadi. Birisi nayusi, birisi gurumsi, ikki xil holatda o'zining terisini ahvoli qatta olsa bo'ldi 12 qo'ydan qilib berak. Soat qilishim bo'ldiki, qarang shunday sifatli yaxshi chiqdiki, 12 qo'y, birisi 6 qo'yni to'xtaydi degan gapimsa. Men markalik ter asrash yurishligingizni 39 qo'yga qilyapman. Ma'qul. Oldin qaytim men ishda qipirib qolma qolmagan bu 89 qo'y degan o'zining bahasi deyapsiz. Evatli buni. Ma'qul. 39 qo'y buni. Men ko'rsatib qanday olsanglar 39 qo'y. Markalik ter asrash yurishligi, mayilqi qizlarning og'zini chiroyli qilgan narsa shu kan. Ha, tushunchinglar, qaytadigan, qaytmaydigan har xil chiqadi. Uning ustiga oldin qaytim qiz tugab hammasi yangi yilninki. Misoldagi har qanday markalik chasuplarning qandig'ini deb qolsa, oldin qaytim men supi yetishmay bek tanlib ko'p ketgandim xaridorlarga. Oxiri kelgan xaridorlar supi yo'qib qolib. Yana o'xshashlar oldin qaytim qida qandig'ingiz 10 qo'ydan qilib Mushu markalik suplar. Ash markalik suplar, mash 1 kiloluk suplardan tortib, mash Okadi markasi bilamdi. Qandaqli badan supini, chas supini deb qolsa 10 qo'yli bo'lsin. Yana undan boshqa men Asmaraning mollarini hammadan ufqudi markalik mal ekanligini. Men Asmaraninki 188 qo'ylik mal attirsining o'zini 69 qo'ydilar faoliyat qilibman. Men attirni bilmaydiganlar yo'q deyman. Asmara maxfiyatlariga attir shu. Undan boshqa men Asmaraninki qo'ltiq attirsini 29 qo'y 9 modin. Asmaraning oqatishmeni 39 qo'y 9 modin. Undan boshqa chasupun, ana xufasusini 35 qo'ydilar faoliyat qilib. Asli setilish bahasi chasupun, xufasularining 98 qo'y, oqatishmaylarning 138 qo'y chiqdi. Hozir 39 qo'y 9 mo, oqatishmay chasupini 35 qo'ydim bo'lib ketdi. Xufasusim o'xshash. Yana undan boshqa ma'noga o'xshash. Hozirgi mana shu etzeriq ish qilganlarga obdobdan saqlash purkumsi 5 qo'y, ma'nodek girim suyi 6 qo'y. Undan boshqa ma'nodek shimyanaylarimiz mush teraqatga maxsus ko'ygan terlar qarta 9 qo'y 9 mo. Mana shumi ko'ygan terlar qarta chiqdi. Undan boshqa ma'nodek ayna qutluq chiqadigan girim suyimiz 7 qo'ydili bo'lib ketdi. Bir şey tanlab olsanglar ish qilib 10 qo'yga ishlashadigan mallar yo'q. Hozir hamma faoliyat qilyapti. Mush hozirgi ish qas 10 qo'y bo'lmaydi. Ha, 10 qo'yga bo'lmaydi. Tak muvaffaq faoliyat bo'ldi mavjud. Chuqum yurakni saqlaydiganlar bilan chiqib topolmaysizlar. Endi men do'kondan malning turib chiqgan, mandek grammaydigan attirdamsizlar, qutuluq attirdamsizlar, girim buyumlar damsizlar, turmush buyumlar damsizlar, markalik damsizlar, marksiz damsizlar, soat damsizlar, har qanday mishat borki, endi buning hamma so'zlasak bak vaqt uzarib ketadi. Klagan mishani asos tunishtiryapti. Ma'lum qanday attirdingiz ya? Ma'lum hammasi markalik Dior'ninki, Armani'ninki, Qizil Zahar deymiz, qarab yun hammasini 35 millilik chiqadigan mal attirni, hammasi 35 millidan qachalab qo'ygan attirlar 9 qo'y 9 model qilib berma. Mana, mushundaq muvaffaq. Misoldagi attirlarning qandig'ini olsanglar 29 qo'y 9 model faoliyat qilib berdim. Qandig'ini tanlab olsanglar bo'ldi, oldin qaytim o'xshashlam, yana o'xshash faoliyat. Ma'noga o'xshash cho'ngpanzlik, josi uzi bilan birga chiqadigan, odatda 15-20 qo'ygacha oladigan mush cho'ngpanzlik kirpiklarning qandig'ini olsanglar 9 qo'y 9 model bo'lib ketdi ya. Bayram yaqin kelib qoldi ya, mushu girim buyumlari, turmush buyumlari, attir, soat degandek bir narsalarni bir elib, bayramni taqab, sugab, chechib degandek bir bayramni bir xo'shal-xuram o'tkazsak degan do'stlarimiz, bugundan boshlab mash bilim chiqqandan boshlab kelsanglar bo'ldi. 27-yillar faoliyat oxirlashidi. Mush orliqda vaqtingiz chiqsa mash bilim yurakni besib 6 raqam yo'llablam. Mahsulotlarni mushtaq faoliyat bas asaq degan do'stlarimiz, yurakni besib 6 raqam yo'llayotgan degan planni saqlayaplam. Mushu 5-oyning 27-kunigacha, ya'ni bayram kunigacha 90 oyimizga teng festival joylashgan Fazilat girim buyumlari, turmush buyumlarini setish do'koniga kelsanglar bo'ldi. Do'konning tafsiliy adresi 90 oyimizdagi 3-o'rta maktabning qarshisida joylashgan. Yana mash teng festivalniki Kenaz qo'yxonasiniki yeni yil joylashgan Fazilat girim buyumlari do'koni. Qarshilarimiz 3-o'rta va mana Kenaz qo'yxonasi, Kenaz restorani, shuning yenidagi 2-do'kon Fazilat girim buyumlari, turmush buyumlari setish o'rni. 5-oyning 27-kunigacha shitga har qanday mallarni basini tushirib o'tib, qamsa kelib foydalaninglar. Kelar san ko'rishli, xayr xo'sh.